Assalomu alaykum barchalarga. Ya'ni bugungi videomiz Clash of Clans'da bazani terish. Hop, bu yerga kirsak, mana bu yaxshilab eslab qolinglar, bu priложение yangi chiqqan. Bunga kirganimizda mana 18 dan tortib hatto 4-ratushigacha ekan. Endi bir narsaga ahamiyat beramiz. Bu yerda hop 17, 16 bor. 16 ga bosaylik. Endi bu yerga ahamiyat qilsanglar tepasiga bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Birinchisi bu faqat pulni va eliksirni saqlab qolish rejasi asosida tuzib chiqilgan bazalar bular. Ahamiyat qilasizlar. Ko'pchilik noto'g'ri bosib qo'yishadi. Bu ikkinchisi, mana ikkinchisiga keladigan bo'lsak, bu bizni anaqamizni ko'tarish, trofeyamizni ko'tarishni ko'rsatib qo'ygan. Bu yerda har xil o'zingizga yoqadiganini tanlaysiz. Bu yerda faqatgina globalga chiqish xohlaganlar uchun. Bu yerda pulni saqlab bo'lmaydi. Faqatgina ratushani ba'zan himoya qilinishini ko'rsatilgan. Yana bittasi bor. Bu mana bu klan janginiki. Ahamiyat qilsanglar mana xohlagan vaziyatingizda bor. Tayyor obzorni qiynalib terib qilib o'tirmaysiz. Misol masalan bittasi yoqdimi, o'shani tanlaysiz. Ozgina yoqmagan joyda sal o'zgartirish kiritib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Keyingisi mana bu chiroyli ko'rinishda ba'zidan terib qo'yiladi-ku. Kimlardir prikol qilib shuni ko'rsatib qo'ygan. Keyingisi ba'zani ko'tarishda aynan ko'proq qaysidir narsalarni qidirib qolasiz-ku. O'shaning uchun buni ko'rsatib chiqilgan. Masalan, bittasini kiritib qo'ysangiz, masalan, kimdir stenani ko'tarmoqchi bo'ladi, o'nta qilib. Именно shunaqa narsalarga juda qulay bo'ladi. Hop, keyingisi mana chiroyli haligi qaysidir ratusha, qaysidir masalan 16 ga full deylik, 16 ga full bo'lsa, kimdir shunaqa chiroyli ko'rinishda terib qo'ygisi keladi. Ajoyib obzor. Men buni именно shuni 99% olgandim men. Juda chiroyli ko'rinishda turar ekan. Так что mana ko'rib turganingizdek. Hop, bu qo'ysak, ratushani har bittasini anaqa pozitsiyasini ko'rsatib qo'ygan. Mana shu shundan foydalanishinglarni so'rayman. Menga juda ham yoqdi. Amalda sinab ko'rdim. Ikkita vaziyatda olganman. Birinchisi pul saqlash, ikkinchisi ko'tarilish, uchinchisi klan jangi. Aytaylik, hop, klan jangiga qaysini deymiz? Hop, hozir bittasini tanlaymiz. Ko'rsatib beraman. Mayli, davay, farqi yo'q. Bittasini tanlaymiz. Shunchaki ko'rsatish uchun. Ozroq sabr qilamiz. Bu yerda mana buni ochish kerak.
Video yoqsa like bosib, fikringizni, misol siz qaysi an'anadan foydalanasiz yoki sizni ko'proq nima narsalar qiziqtiradi? Shularni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yoki qandaydir video chiqarish kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, shuni obzorni chiqaramiz. Menga o'xshab ko'pchilik shu предложениyadan foydalanadimi yoki o'zi teradiganlar ko'pmi ba'zida? O'z fikringlarni qoldiringlar kommentariyada. Tayyor. Bosamiz. Mana tayyor ko'rib turganingizdek, bittasini bosasiz, bittasi ketdi degan. Mana. Mana shu terilgan vaziyat juda chiroyli qoladi. Juda yoqdi. To'g'risi, bolalar bunaqa qilib terishimizga soatlab, to'g'risini aytganda vaqt ketib qoladi, o'zinglar ham bilasizlar. Endi shularni kimdir sotib olishi mumkin. Bularni men sotib olmaganman. Menga yutuq tariqasida berishgan. Chunki bu juda eski bazam. Har bittasini yutib olganman. Qarang, juda chiroyli ko'rinishda. Mayli, qolganlarni qo'ymaymiz. Xullas, mana video yoqqan bo'lsa, like bosasizlar, fikringlarni o'z kommentariyada qoldiringlar. Sog' salomat bo'linglar.